bahorda boshlanadi. O'rganimda bor edi. Bahorda boshlanadi, fevral, mart, aprel, may boshlanadi. Aksirish, ko'z yosh oqishi, burun nima qilishi, suv oqishi, keyin nafas yetishmay qolishi ham mumkin. Astmaga yaqinroq narsa ekan bu. O'zlari hamma bo'lganlar uchun rosa nima qiladi, qiynaladi. Keyin yozda 1-2 oy to'xtaydi, yaxshi bo'ladi. Keyin yana boshlanadi kuzda, sentyabr, oktyabr, noyabr yana boshlanadi. Xuddi shunaqa narsa. Ertalab ishga ketib, kechqurun kiyimlarchi bu ishxonada qancha odam bilan ko'rishadilar, boshqa joyga boradilar. Mehmondoshlikka borsa ham rosa nima qilardilar. Mana bu kasal emasman, endi virusli emas, bu faqat nima qilmaydi, bu allergiya, bu nima qilmaydi deb aytadilar. Mana shu kasallikdan Xudoga shukr qildilar. 3 oy mana bu programmani o'tdilar, 90 kunlik programmada va shu taqataq to'xtadi. Yaqinda o'zi boshladilar, fevralda boshladilar deb o'tdilar. Keyin aytdilar, ilgari ham ichib yuradi biza. Bitta dona olib ichardik. Keyin mana shu allergiyadan qutulganlardan keyin hammamiz oilaviy ichamiz dedilar. Endi hozir hammamiz oilaviy ichyapmiz. O'zimda aytsam, mana o'tdim, 3 ta programmada o'tdim. 90 kunlik programmadan juda ham o'zim yengil his qilaman. Ilgari terim juda quruq edi. Hozir mana shu terim quruqligi asliga qaytmoqchi, sekin-sekin. Teri mana shunday mashnaqa qilsa, birdan to'kilib turadi. Qipiq to'kilib turadi. Tirotoksikozim bor edi, operatsiya qildirgan bo'ldi. O'shani hisobiga nimadir yillar davomida bo'lgan. Keyin qo'limga toshmalar, o'shalarda oyog'imga umuman ketmas edi. Ilgaridan hozir o'sha toshmani eslasam, 10-sinf, 11-sinf yoshlar sinflarimda ham bo'lgan ekan deb dadam rahmatli nima qilib berardilar. Prednizolummi, nimadir surib yuraverardi, ketmas edi. Xudoga shukr, mana shu narsadan qutuldim. Shuning uchun hammaga mana shu joyga, yangi kelganlarga tavsiya qilaman. Ichinglar bu mahsulot o'zini oqlaydi. Va hozir ham ichgan, ham oilaga ichganimiz bo'lganimiz uchun qizim bor, 12 yosh. Mana Silverni ichib yuradi. Endi bolnitsaga boshlagan. Ko'ziga nima qildi? Qizil bo'lib qizardi, virusdan bo'ldimi, qip-qizil bo'lib ketdi. Qizim shuni qo'ygan dedim. Keyin 2 kun qo'ydi-da, ertalab kechqurun birdan tuzalib ketdi. Sal achitadi sekin, ozginadan bir achitdi. O'sha tuzaldi. Keyin bu juda ham zo'r narsa ekan, oya dedi. Mandidan pishik qiladigan, yuzimga pishik qiladigan narsani endi shuni bir qoshiq solib qo'ysam maylimi dedi. Solib qo'y qizim dedim. Keyin soldi deb, endi yuzimni